U syomka jarayonida 2 marta insultga uchradi. Butun dunyo unga olqishlar chalayotganda u boshdagi titan plastinka bilan hayot uchun kurashayotgan edi. Emilia Clark 3 yoshidan boshlab kinoda suratga tushishni orzu qilgan, ammo Londonda o'qishni tugatgandan so'ng bironta ham jiddiy kastingdan o'ta olmagan. 2 yildan ko'proq vaqt davomida u ofitsiantlik qildi va kol markazida ishladi va umidsizlik yoqasida edi. Bir qo'ng'iroqdan keyin uning hayoti o'zgardi. Agent Emiliani shoshilinch ravishda sinovlarga yubordi. U yerda prodyuserlar so'nggi daqiqada tasdiqlangan aktrisani almashtirishga qaror qilishdi. Ssenariylarni esa studiyaga ketayotganda taksida o'rganib borgan. Kastinglarda u suratga olish guruhini o'zining beg'ubor nigohi va nazokati bilan maftun etgan. Shuhrati avjiga chiqqan paytda uning boshiga katta sinov keldi. Taxtlar o'yini seriali suratga olinayotganda u birinchi marta insultga uchradi. U 2 operatsiyani boshidan kechirdi va yana gapira olishiga ishonchi yo'q edi. Lekin baribir suratga olish ishlariga qaytib keldi. Bugun uning boshida titan plastinka bor va miyasining bir qismi ishlamaydi. Shunga qaramay Emilia o'zini baxtli inson deb ataydi. Taxtlar o'yinidagi rolidan so'ng butun dunyo u haqda gapirdi. Emilia Clark esa qizil gilamning haqiqiy malikasiga aylandi. Bugun u kinoda suratga tushishda davom etmoqda. Shuningdek, o'zi kabi bosh miya jarohati olgan odamlarga yordam beradigan fondga asos soldi. Hayotda ham, ekranda ham u kurashchi. Emilia Clark bizga bir narsani o'rgatdi. Haqiqiy qahramonlik taslim bo'lmaslikdir.